Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallim. Amma ba'd. Avval Alloh taologa hamd aytamiz, keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar aytamiz. Bugun biz sirat darsimizda davom etamiz. Sirat darsimizda bugun, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelish kuni ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 40 yoshlariga yetgan vaqtda Alloh taolo vahiyni jo'natdi. Bugun shunga to'xtalamiz, bundan olinadigan foydalarni aytamiz. Alloh taoloning bir sunnati shuki, Adam alayhisalomni yaratib, keyin uni daraxtdan yegandan keyin hammasini haydab jo'tgandan keyin bitta gap aytgan edi. Seni boringlar, yerga, Adam alayhisalom Momo Havo. Men bir hidoyatni jo'nataman. Kim shunga ergashsa, bu najot topgan bo'ladi. Kim ergashmasa, bu do'zaxga bo'ladi deb Baqara surasining boshida ham qulnahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun deb aytib qo'ygan edi boshida. Har bir payg'ambarlarni jo'natib keldi. Nuh alayhisalomni, Ibrohim, boshqa hamma Iso alayhisalom. Iso alayhisalomdan keyin navbat bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga keldi. Alloh taolo xohladi. Bu Ramazon oyida o'tgan darsimizda aytganimizdek, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ramazon oylarida chiqib Hiro g'origa borib turuvchi, tafakkur qiluvchi. 17-Ramazon oyida turganda dushanba kuni deydi. 17-Ramazon kechasi Jibril alayhissalom vahiyni olib tushdi. Vahiy degani jashirincha gap degani. Alloh taoloning gapini olib tushdi. Keldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hiro g'orida edi. O'zi taqqa. Iqro dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ma ana biqari dedi. Men o'qiyamayman dedi. Keyin oldida Jibril bir tiq Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qattiq qisdi. Keyin yana aytdi iqro dedi. Yana aytdi men o'qiyamayman dedi. Haqiqatan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'qishni, yozishni bilmagan edi. Keyin yana qisdi, yana iqro dedi, shuni 3 marta qisdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi, hatto men tenim og'rib ketdi dedi. Qattiq og'ridim dedi. Keyin Jibril iqro bismi robbikallazi xalaq, xalaqal insana min alaq, iqro va robbukal akram allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Mana shu Iqro surasining 5 ta oyatini aytdi. Keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytdi. Endi bu 5 ta suraning oyatiga biz to'xtalsak, chunki Alloh taoloning birinchi bu vahiysi shular. Birinchi bu jo'natgan so'zlari mana shu 5 ta oyat edi. Iqro degani o'qi degani. Iqro degani o'qi. Bu utlu degan ma'nosi bor. Ya'ni kelajakda men senga o'qib beraman Alloh taoloning kalomini, shuni mana bu mushriklarga, mana bu jer odamlarga hammasiga o'qiysan dedi. Ma'nosi shu. Bo'lmasa Jibril va Alloh taolo bilg'ichaydi-ku, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qishni bilmag'ichaydi-ku. O'qishni bilmagan odamga borib turib, "Ma o'qi" deyilmaydi-ku. Bir zaif rivoyat kelgan, mursal rivoyat. Jibril deydi, bir ipekdan bo'lgan materialda mana shu suralari bor, Iqro deb yozilgan, shu sura yozilgan, Iqroning boshi yozilgan materiali bor edi qo'lida deydi. Lekin bir rivoyat zaif. Shuning uchun Iqro deganning ma'nosi o'tlu degani, ya'ni tilovat qilib ber dedi. Bismi robbikallazi xalaq. Yaratgan, ya'ni jaratgan Robbingning nomidan o'qi dedi. Qarang bu yerda birinchi Alloh taolaning gapiga Alloh taolo aytayaptiki, jaratgan Robbingning nomidan o'qi deb ikkita sifatini aytayapti shu yerda Alloh. Ham rububiyyat sifatini aytayapti birinchi oyat, ham xoliqiyat sifatini aytayapti. Bundan birinchi Alloh taoloni o'zini tanityapti, ya'ni Allohni biz birinchi tanishligimiz kerak ekan. Robbimiz kim? Masalan biz hozir hayotda yashayapmiz, yeymiz, ichamiz, quvvatimiz bor, ko'p nima.
Bu Rob tomonidan beradi. Rob degani tarbiya qilib turuvchi. Ovqat berapti, rizq berapti, kunni kecha qilyapti, kechani kunduz qilyapti, javon javdirapti, rizqlarni chiqarapti. Mana shu hammasi o'sha Alloh taolo jo'natgan. Shuning uchun biz Robbimizni tanishimiz kerak ekan, birinchi. Ikkinchi sifati xalq deyapti. Alloh taolo xalq dedida maf'ulini aytmadi. Ya'ni nimani jaratdi? Arablarda bir qoida borki, maf'ulini aytmagandan keyin umum bo'l. Hamma narsani jaratgan Robbingning namman o'qi deyapti. Qarang. Demak biz Alloh taoloni birinchi tanishimiz kerak. Yana ikkinchi alinadigan payda iqro bismi robbikdan sen Robbingning namman bismillah deb boshlag'ing deyapti. Bir ishni boshlash kerak bo'lsa bismillah deymiz-ku. Har bir ish Robbi jaratgan Robbingning namman bismillah deb boshla, da'vatni qil deyapti Alloh. Aslida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Demak biz ishlarimizni bismillah bilan boshlashimiz kerak ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda qaysi ishki bismillahsiz boshlanadi, o noqis ish degan. Keyin yana bitta bu yerda foyda ba'zi joylarda, ko'p joylarda majallalarni nimalar o'qilayotganda bu falonchaning hurmati bilan bo'libdi, falonchaning tashabbusi bilan falonchalarning kimdir nimalarda aytadi, yo'q. Ularning narsasi bilan bo'layotgan yo'q. Musulmon odam faqat bismillahirrohmanirrohim deb boshlash kerak ekan ishini. Shunda barakat bo'ladi unda. Bizi faloncha pir bo'laman, bu qanday odam bo'lmasin, ularning namman boshlash emas, balki Alloh taolo rasuliga nima deyapti payg'ambarimizga? Robbingning namman boshlaganing deyapti. Biz Alloh taoloning namman bismillah deb boshlashimiz kerak ekan. Keyin xalaqal insana min alaq dedi. Qarang. Insonni alaqdan, ya'ni qandan jaratdi dedi. Bu insonning jaratilish mahkumasi boshqa hadislarda kelgan birinchi 40 kun nutfat holatda turadi, keyin alaqda qonga o'tadi. Ana shu ikkinchi holatini aytayapti. Nimaga buni aytayapti desa, insonning zaifligini bildirib qo'yapti. Ya'ni bu yerda Alloh taolo bizni qarang narsalarni qanday narsadan jaratgan deydi. Biz bir hozir qon tenimizga tegib ketsa, o kiyimni hatto yeshga kiyishga uyalamiz. Jirkanamiz, barib darrov juvib taylaymiz. Ana shunday bir jirkanch bir hatto masalan nutfa edi o qonga aylandi. Ana shu narsadan Alloh taolo senlarni jaratdi, ya'ni bilib qo'yinglar, hadlaringdan oshmanglar, Alloh taologa shirk keltirmanglar, balki Alloh taologa ibodat qilinglar. Shunchalik zaif, haqir narsa edinglar. Alloh taolo bugun senlarni faja'alnahu samian basira deydi boshqa oyatda. Biz insonni ko'ruvchi ham eshituvchi qildik deydi. Eshituvchi, ko'ruvchi qilib qo'ydik deydi. Qarang, shunchalik ne'mat Alloh taolo tomonidan kelgan. Biz vaqtida zaif ekanmiz, qo'limizdan hech nima ish kelmaydi ekan. Shuning uchun bu ishlarni mana bu shirkiy narsalarni, bid'atlarni tark qilaylikda faqat Alloh taologa iqbol qilaylik. Qarang, demak inson asli zaif ekan. Va xuliqal insonu zaifa deydi. Inson zaif jaratilgan deydi. Iqra va robbukal akram allazi allama bil qalam. Bu oyatlarda endi Alloh taolo yana o'zining shu 5 ta oyatda Allohning 4 ta sifati aytdi. Birinchisi robbubiyat sifati, ikkinchisi xoliqiyat sifati, uchinchisi akram, karimlik sifati. Shunchalik sahih, shunchalik berib taylaganki, do'stiga ham, dushmaniga ham deganday hamma narsaga, kofirlarga ham, mushriklarga ham berib taylagan. Uchinchi sifati ta'lim, o'rgatgan Alloh taolo o'zi. Qarang, iqro o'qig'ing, yana bu ikkinchi ta'kid kelyapti. Ya'ni to'xtamay da'vat qilishlik kerak degan odamlarni. Ya'ni o'yatish kerak. Makka mushriklari butga to'lib ketgan edi. Ka'baning ichi ham butlarga to'lib ketgan edi. Shuni o'qi, da'vat qil degan. Allohning kalomini jetkiz degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ballighu walau aya, ballighu anni walau aya degan. Mendan bitta oyat ham bo'lsa jetkizinglar degan. Ali roziyallohu anhu sen sababli Alloh taolo bir kishiga hidoyat bersa, u dunyodan ham, ondagi bo'lgan narsalardan ham yaxshi degan. Qarang, ya'ni siz sababli bir odam hidoyat topishi katta narsa. Iqro degani o'tlu degani. Tilovat qilib yaxshiliklarni jetkiz degan. Hech nimani bilmasangiz tayratda, namozda la ilaha illallohni, bu tavhidni o'rgatish kerak. Ya'ni Robbingiz, ya'ni qalamman o'rgatgan akram zotdir deyapti. Qarang, qalamman o'rgatgan deyapti. Demak, bu yerda yana bir foyda, qalamman yozib turib biz ilmni bizga Alloh taolo asli o'zi bergan. Bu ilmni ta'lim berganligi Alloh taoloning karim sifatligidan ekan. Biz o'zimiz bu yoqda odamlar Allohga bir yaxshilikni ko'rsatib qo'ygan yo'q ki Alloh taolo shunning qarshisiga ha mayli yaxshilik qilding, nima senga men
ta'lim beraman degan yo'q. Inson tarafidan Allohga biron foyda ham tegmaydi, zarar ham tegmaydi. Biz Alloh taologa namoz o'qib, tayrat qilib nima foyda bera olamiz? Hech nima foyda bera olmaymiz. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, shuni bilib qo'y ey Ibn Abbos, ana shu odamlar hammasi jiyilsa, bir joyga jiyilsa, jinlari ham, insonlari ham, avvallari ham, oxirlari ham senga bir zarar berishni xohlasa, hech zarar bera olmaydi. Illo Alloh taolo sening taqdiringga bir yomonlikni yozib qo'ygan bo'lsa, shuncha zarar beradi dedi. Foydasi ham shul dedi. Agar foyda beramiz ham desa, u xursand bo'lib ketmaydi. Chunki Alloh taolo qadar qilib qo'ygan narsani shunchani senga foyda bera oladi dedi. Ya'ni biz hech foyda bera olmaymiz Alloh taoloning qarshisida. Shuning uchun bu karam degan Alloh taoloning karimligi degani bu, masalan, hozir qarang, Xitoy, Hindiston necha milliard odam Alloh taoloni qo'yib, butlarga tash va boshqa narsalarga siyinib yotibdi. Alloh taologa kufr keltirib siyinib yotibdi, ya'ni ibodat qilib yotibdi. Shunda ham bo'lsa Alloh taolo ularga nima berapti? Birinchi sog'liq berapti. Qarang, ikkinchi rizq berapti, jedi ishtilarni Alloh taolo berapti. Alloh taolo javonni to'xtatib qo'ysa qayerga bo'ladi? Hamma qirilib ketadi-yu. Javon bo'lsa, bug'doy, kartoshka, buni jeglik narsa, hamma narsamiz shu javondan bo'ladi. Hayvonlar ham hatto o'lib ketadi. Ya'ni qarang, bu Alloh taolaning akram, ya'ni shunchaki akram ismi tafzil, karim bir akram, juda karim saxovatda degani. Allamal insana ma lam ya'lam. Insonga bilmagan narsasini o'rgatdi. Haqiqatan hozir biz odamlar ko'p da'vo qiladi. Ilmini bu hammasi Alloh taolo tomonidan, aqlda Alloh bergan, ilmda Alloh taolo bergan. Bu inson ko'p faxr qilmasin. Alloh taolo bergan hamma narsani. Hamma o'rgatib, birinchi bizga bizning eng katta atamiz bu Adam alayhisalomga va allamal asma'a kullaha dedi. Adam alayhisalomga hamma ismlarni o'rgatdi. Qarang, hammasini bizni hamma ilmimiz, biladigan narsamiz Alloh taolo tomonidan ne'mat. Biz o'zimiz faxr qilib, men zehnim zo'r, men undayman deb faxr qilmaylik. Alloh taolo bergan mana. Va yana insonning bu yerda nima? Zaiflik. Alloh taolo 4 ta sifatni isbot qildi. Bu 4 ta sifat o'zini tanitish uchun. Demak, biz Alloh taoloni birinchi taniylik ekan. Keyin inson o'zining zaifligini tan olishlik kerak ekan bu yerda. Qarang, birinchi oyatda demak, xulosa Alloh taolo o'zini bizga tanitdi. Mana shu oyatlarda tushirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu 5 ta oyatda oldi, keldi, qo'rqib keldi. Qo'rqib to'g'ri Xadija roziyallohu anhu Allohga keldi. Bu vaqtgacha hali eshitmay bo'lgan yo'q edi. Yana axsham, yana Jibril qattiq qisabdi. Aytadi, qattiq qisishlikda deydi, bir kelajakda bir amrga bir ta'kid bor edi deydi. Boshqa hikmatlarni ham aytgan. Keldida aytdiki, zammiluni, meni o'rab qo'yinglar, to'shakka olib kelinglar, men ustim jabinglar dedi. Keyin olib Xadija roziyallohu anha javob qo'ydilarda. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birozdan aytdiki, men o'zimga qo'rqdim ey Xadija dedi. Keyin nima bo'ldi dedi, bo'lgan voqeani aytib berdi. Shunda birinchi Xadija roziyallohu anha, qarang, ayol kishining bu aqlliga nimaligi, birinchisi aytdiki, kalla degan. Yo'q degan. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'rqibdi-ku, chunki payg'ambarimiz hali vahiyni bilmagicha edi. O Jibrilmi, boshqa, chunki bundan oldin vahiy kelgan yo'q edi. Birinchi bo'lib Alloh taolo kalomini janatdi. Shunda aytdik, yo'q dedi. Yo'q, ya'ni siz o'zingizga qo'rqmang, sizga bir yomonlik yetmaydi dedi. Nimaga desa, keyin aytdiki, vallohi Alloh taologa qasamki, la yuhzikallohu abada. Ma yuhzikallohu abada. Ya'ni Alloh taolo sizga hech qachon qo'rqmaydi dedi. Qarang, bu gapni Xadija roziyallohu anha qayerdan bilib aytibdi? Chunki Xadija roziyallohu anha qo'yida shuki, inson yaxshilik qilaversa, bu hech qachon xor sharmanda bo'lmaydi. Insonda birinchi ahli oilasi taniydi. Ba'zi odamlar bor, ahli oilada nima bo'ladi? Boshqa ko'chada boshqa xil bo'ladi. Eng asosiy basharasi shu ahli oilasi taniydi. Shuning uchun Xadija roziyallohu anha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bilgichi edi. Keyin aytdiki, sizni hech qachon Alloh taolo qo'rqmaydi, chunki siz silay rahm qilasiz dedi. Qarang, birinchi silay rahm qilasiz dedi. Bu shariatda ham silay rahm qilishlik nima edi? Hatto Sirat ko'prigining ustiga qo'yiladi degan. Silay rahm qilmagan odamni ko'tkani qo'ymaydi degan. Ikkinchisi tahmilul kal. Siz buni kambag'al odamlarga chunki yordam berasiz dedi. Qarang, demak, kambag'al odamlarga, zaiflarga yordam berishlik ham bu Alloh taolo sizni qo'rqmaysizlikka sabab bo'ladi ekan.
Keyin va tuksibul ma'duma. Jo'q odamlarga ko'p bir ishini qilib berasiz dedi. Ya'ni yukni yengil qilasiz dedi. Va tuqrid dayf. Ya'ni zaif mehmonlarni siz yaxshi qaraysiz dedi. Keyin va tu'inu ala nawaibil haqq. Ya'ni haq egalariga haqlarini olib berasiz dedi. Mana shu 5 ta gapni aytdi. Keyin Xadicha roziyallohu anhu oldida to'g'ri Varaqa ibn Nawfal oldiga olib bordi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Keyin aytdiki, jiyaningizni eshiting, nima deydi dedi. Keyin Varaqa aytdi, gapir dedi. Keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'lgan voqeani aytib berdi. Keyin Varaqa aytdiki, bu Musa alayhisalomga tushgan bu nomus dedi. Ya'ni Jibril dedi. Chunki Varaqa bu Nasroniy bo'lgan odam edi. Shu Nasroniylarning kitobini, ya'ni Injilni nima qilgan? Tarjima qilgan, arabchaga, ibroniy tiliga tarjima qilgan. Keyin aytdiki, hali dedi bir kun keladi, men quvvatli bo'lsam edi, josh bo'lsam edi, baquvvat bo'lsam edi, sening davringgacha jetsam edi, o'lmasam edi dedi. Men senga yordam bergicham, qavming seni haydab jo'rtadigan payt dedi. Keyin shunda Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytdi, payg'ambarimiz, meni bu qavmim haydab jo'rtimi hali dedi. Ava muxrijiyahum dedi. Ular meni haydab jo'rtimi yani dedi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qavmidan doim yaxshilikni ko'rgich edi, hatto omonatlarni qo'yib ketgich edi, sodiq amin deb tanilgich edi-da. Shuning uchun ajablandi. Shunda Varaqa aytdiki, qaysi odam shu sen olib kelgan narsani olib kelgan bo'lsa dedi, ya'ni qaysi payg'ambar kelgan bo'lsa, illo onga shunday dushmanchilik qilgan qavm dedi. Demak, bu yerdan ham foyda nima olinadi ekan? Illo dushman bo'ladi ekan. Ya'ni haqqa botil yo'l bor ekan. Hali aytganday likulli Musa Fir'aun deganday har bir Musa uchun Fir'aun bor deydi birda. Shuning uchun haq bo'ldimi, illo uning qarshisiga qarshilik ko'rsatiladi. Qarang, hamma payg'ambarlar, bu Alloh taoloning bu sunnati. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un deydi. Bir payg'ambar kelmadi, illo har birtasi kelgan bo'lsa, ana shunga dushmanchilik qildi deydi. Qarang, 3 ta payg'ambarni jo'natgan. Vodrib lahum masalan ashabal qarya. Qarang, 3 ta payg'ambarni fa'azzazna bi thalisin. 3-inchisi men quvvatladik. 3 ta payg'ambar da'vat qildi, shunda ham qabul qilmadi. 4-chi yana bir Habib degan odam kelib yana da'vat qildi, ya qavm ittabi'ul mursalin deb uni olib o'ltirib tayladi. Ya'ni haq keldimi, illa botil uning orqasidan nima kurashadi ekan. Bu ya'ni Alloh taoloning sunnati shu ekan. Ya'ni imtihon o'zi shu. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam keyin keldi. Keyin vahiy to'xtadi. Boshqa kelmadi. Ya'ni shu 5 oyat keldida, boshqa kelmadi. To'xtab turdi. Bir zaif rivoyat bor shu yerda. Zaif rivoyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu vahiy to'xtagan paytda keyin qaradi, bir kun kelmadi. Men payg'ambarlikka loyiq emasmanmi ekan deb uydan chiqib borib, hatto tog'larning ustiga chiqib turib, men o'zimni taylayman, Allohga ma'qul kelmadimmi yoki har xil shunday fikrlar qilib tog'dan taylamoqchi bo'lganda orqasidan bir malaika kelib, yo Jibril kelib, siz haqiqiy rasulullohsiz deganda darrov ishonib yana qaytgan degan rivoyat bor, lekin bu rivoyat zaif. Buni Imom Zuhriy rivoyat qilgan deydi. Zuhriy ham bizga shunday xabar yetib kelgan deb rivoyat qilgan. Imom Buxoriy Badul Vahiy kitobida rivoyat qilmaganda Ta'bir kitobida rivoyat qilgan deydi. Xulosa, demak bu rivoyat zaif. Xulosa, demak birinchi shu 5 oyat tushdi, vahiy to'xtab turdi. Endi biz bugun darsdan nima foyda olamiz desak, birinchisi Alloh taolo bu bandalariga evazsiz bir rahmat tushirib berdi shu yerda. Yani Alloh taolo kalomini o'zib qo'ygan edi. Bunday aytganda, Iso alayhisalomning davridan turib necha yuz yil Alloh taolo vahiy Alloh jo'natgan yo'q edi. Gapini jo'natgan yo'q edi. Ya'ni bunday g'azab qarasangiz, Alloh taolo boshqa ishlari, boshqa gaplari ko'p. Bizga ma'lumot bergan yo'q, lekin maxsus odamga tegishli gap jo'natgan yo'q edi. Shuning uchun jo'natdi. Bu inson bu narsaning chin katta xursand bo'lishligimiz kerak. Bugun bizga haligi bir temin uchrashuvga chiqasang, bir prezident bilan uchrashuvga chiqasang desa, gapirasang desa, odamlar gaplarini nima deydi ekan deb o'ylab qoladi-da.
prezidentimiz bunga o'ylab qoladi, chunki uning ishi nima? Bitadi. Bitta buyursa, berga bir shahar qilingar yoki berga bir nima qilingar desa, uning ishi bitadi. Bu prezidentlar bu Alloh taoloning oldida hech nima. Chunki bular bir maxluq. Bularni ham Alloh yaratgan. Alloh taolo bu xalloq bo'lgan zot. Yaratuvchi, Karim, ta'lim beruvchi sifatlarini aytdi-ku. Biz Alloh taoloning bizning masalan rahmatimiz uchun, bizning hidoyatimiz uchun so'zi tushdi, kalomini jo'natibdi desa, bu eng katta xursandchilikda bo'lishligimiz kerak. Buning evaziga biz biror narsa qilib bera olmaymiz. Qancha Alloh taologa hamd aytsak shuncha kam. Bir katta bir xursandchilik bo'ldi. Bo'lmasa Alloh taolo tasavvur qiling. Vahiysini jo'natmasa edi, Qur'onni tushirmasa edi, biz shu davrlarda maxsusan o'zimizga tarafda o'tashparast edik. O'tqa siyinib yurgichdik. Ehtimol bu davr ham nima? Shu o'tqa siyinib ketkichakmi? O'tashparast bo'lib ketkichadikmi? Alloh faqat o'tashparastlikda agar shunday e'tiqodda o'lib ketsa, bu do'zaxiy bo'ladi odam, nauzubillah. Bu o'tqa siyinishlikdan boshqa u majusiylarning boshqa masalan apa singillarga hatto uylanishlari bor edi ularning. Shunchalik bir haligi aytganday fitratdan chiqib ketgan nimalar. Alloh taolo alhamdulillah, Alloh taolo bu vahiysi keldi, hidoyat bo'ldi. Ikkinchi, Ramazon oyining ulug'lig'i. Qarang, 17-Ramazonda, ba'zilar 21-Ramazonda degan. Ya'ni Ramazonning oxirlarida, ya'ni vahiy tushdi va chunki ondan keyin ham har Ramazonda Jibril alayhisalom kelib turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Qur'onni nima o'rgatib turg'ichadi. Ya'ni xatm qilib turg'ichadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qig'ichadi. Oxirgi marta, keyin 2 marta payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qib bergan Ramazonda. Shuning uchun biz Ramazon oyini boshqa oylarga qaraganda yaxshi nima qilishimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda shahru ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an deydi. Ramazon oyi bunda Qur'on nozil bo'lgan oy. Hudal linnas, odamlarga hidoyat bo'lib nozil bo'lgan deydi. Demak, qarang, Qur'on kitobining asosiy maqsadi odamlarga hidoyat kitobi ekan. Buni olib turib biz faqat qo'yib yoki masalan bitta o'qisak ham tushunmay, endi bu hidoyat ichidan biz hidoyatda olishligimiz kerak ekan. Odamlarga bu hidoyat nur bu. Va bayinat minal huda wal furqon deydi. Ya'ni Furqon degani haq va botilni ajratib beradigan bir achchiq bir oyatlar hidoyatdan bo'lgan deydi. Ya'ni hudal linnasda o'zi aytib turibdi, odamlarga hidoyat deb, bayinat minal huda wal furqon degani bu haligi o'zi hidoyat qiluvchi, mufassirlar bir necha xil gap aytgan. Birinchisi, Qur'on o'zi hidoyat qiluvchi, ya'ni achchiqcha haqni va botilni ajratib beradi sizga. Achchiq bir zarracha nimasi yo'q uning ichida. Masalan, Qur'onni ochib o'qisangiz, tarjimasini ham o'qisangiz, sizga u haq bilan botil ajraladi. Shaytonning yo'li bilan Alloh taoloning yo'li sizga achchiq oydin ko'rinadi. Botillar ko'rinadi. Ana shu haligi odamlarda hatto bilasizki, kim kimning rolini bajarib turibdi. Keyin 4-payda birinchi qiladigan ishimiz Alloh taoloni tanishimiz kerak ekan. Qarang, 5 ta oyat tushiribdi, Alloh taoloning 4 ta sifatini zikr qilyapti. Qarang, iqro bismi robb rububiyatini tanitib beryapti. Xalqini tanitib ber, Alloh taolo yaratgan ekan. Keyin bu karimligini aytib beryapti. Alloh taoloning karimi, masalan, shunchalik ne'matlar hammasi Alloh taoloning karimligidan ekan. 4-si bu ta'lim, ilm ham Alloh taolodan ekan. Ilm men odamning maqomini Alloh taolo ko'taradi ekan. Biz iqro ummatimiz deydi-yu, birinchi o'qinglar dedi, inson o'qish kerak ekan. Biz o'qimaymiz. Qur'on kitobimiz bo'lsa, Qur'onni ham o'qimaydi aksar odam. Mana musulmonlarni ko'ring, 100 tadan necha odam Qur'on o'qiydi desa, aytgan 100 tadan 10 odam Qur'on o'qisa, u 10 odamning masalan bittasi tushunishi mumkin, 9tasi o'qigan narsasini tushunmaydi. Ya'ni bizning asosiy kamchiligimiz shu Qur'onni o'qib turib bilmaganligimizda. Asos o'qimaymiz. O'qisak ham tushunmaymiz. Alloh taolo isloh qilsin. Demak, Alloh taoloni nima? Tanish. Alloh taoloni qanday taniymiz desa, birinchi tanish usuli bu ko'rishimiz kerak biz. Biz Alloh taoloni bugun bu dunyoda ko'ramaymiz. Alloh taolo Qur'onda ham aytgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan, "Senlar o'lmagunlaringcha Allohni ko'ra olmaysanlar" degan.
Demak, Allohni ko'rgan yo'q ekan, ya'ni ko'rib bo'lmaydi ekan bu dunyoda. Faqat oxiratda Alloh taolo ko'rinadi. Ikkinchi, Alloh taoloning mislini ko'rgan bo'lsak, Allohni tanishimiz kerak. Biz Alloh taoloning mislini ham ko'ra olmadik. Chunki laysa kamislihi shay va huwa samiul basir deydi. Alloh taoloning misliga, Alloh taologa o'xshagan bir narsa yo'q deydi va u eshituvchi va ko'ruvchidir deydi. Endi faqat bizga qoladi, xabar qoladi. Alloh haqida Allohni ko'rgan bo'lmasak, Alloh taoloning o'xshaganini ko'rgan bo'lmasak, chunki Alloh taologa o'xshagan narsa yo'q-da. Faqat xabar qiladi Qur'on. Qur'on bu Alloh taoloning nima tanitib tushgan bizga. Qur'onda bir sahifasini oching, kamida 15 ta 20 ta ismi sifati bo'ladi. Demak, biz shu xabarman, ya'ni nima? Qur'on va sunnatman Alloh taoloni taniymiz. Boshqa yerdan tanib bo'lmaydi. Beshinchisi, Alloh taoloning 4 ta sifati keldi bu. Alloh taoloning biz sifatlarini yaxshi Alloh taoloning masalan 4 ta narsasi bo'ladi. Zoti bo'ladi, o'zi degani. Alloh taoloning ismlari bor. 99 ta ismi bor degan, kim uni sanasa degan, ma'nosini bilib duo qilsa shonaman jannatga kiradi degan. Alloh taoloning sifatlari bor. Alloh taoloning fe'llari bor. Kim Alloh taoloni qaytib taniyman deganda, siz Allohning zotini tan olishingiz kerak. Zotida faqat ateist odam zotini tanam. Alloh yo'q deydi. Alloh taolo yo'q deydi. Qarang, buni ateist odamlar Alloh taoloning zotini ham, boshqa narsasini ham tanamaydi. Ikkinchisi, Alloh taoloning ismlarini o'rganishingiz kerak. Ism Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salam 99 tadan ko'p bor, hisobi yo'q uning. Uchinchisi, Alloh taoloning sifatlarini biz bilishligimiz kerak. Alloh taoloning sifatlari haqida ko'p odamlar adashgan. Ba'zilar, hamma mu'tazillar Alloh taoloning sifati yo'q degan. Ba'zilar aytgan bir qismi bor, boshqasi yo'q degan. Ya'ni bir 7-8 tasini tanagan, boshqasini tanamagan. Har bir Alloh taoloning ismining ichida Allohning sifati bor. Va bundan tashqari har bir fe'ldan Alloh taoloning sifati chiqadi. Va Alloh taoloning fe'llari bor. Oltinchisi, ahli zikrdan so'rash kerak. Ahli zikrdan degani, masalan, voqeamizga qarasak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'rqib keldi, zammiluni dedi. Keyin Xadicha radhiyallohu anha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni olib Varaqat ibn Nawfalning oldiga aparibdi. Keyin Varaqa endi ma'lumot, ilm bo'lganligi uchun uni aytib beribdi. Demak, biz ham bizga bir masala bo'lama, Alloh haqida masalan bir nari aytganday shubha paydo bo'lama, ilmdami, boshqa tayratdami, namozdami, nima masala bo'lsa, darrov ahli ilmdan so'rashligimiz kerak ekan. Alloh taolo Qur'onda fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun deydi. Agar seni bilmasanglar, ahli zikrdan so'ranglar, mutaxassisdan so'ranglar. Qur'on sunnaga tegishlimi? Ahli ilmdan so'rashligimiz kerak. Har bir narsaning o'zining mutaxassisi bor. Shundan so'rash kerak. Hali bir qissada aytadi-ku. Qur'onda hamma narsaning javobi bor deysanglar deydi-da. Alloh taolo Qur'onda "Munazzalnal kitaba tibyanan likulli shay" deganda, biz kitobda shu hamma narsani bayon qiluvchi qilib tushirdik deganda, hamma narsasi bor. Hamma savolingizga javob bor. Keyin bir odam kelgan deydi, so'ragan seni musulmonlar hamma narsaning javobi bo'ladi degan, bor deysanglar degan. Qani ayting arqani bir qapcha un nechta suvola bo'ladi degan. Barmi shu degan. Mana. Aytgan bor degan. Qani qayerda degan. Mana Alloh taolo aytibdi, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ahli zikrdan so'ranglar bilmasanglar deb aytibdi. Shular bir nima irshod-ku. Buni borib nima nambaychidan so'raysiz degan. Bu bir qapcha zuvolani, bir qapcha unda qancha bo'ladi deb siz mashin ustasidan so'ramaysiz-ku. Mashiningiz buzilsa, siz mashin ustasidan so'rashingiz kerak. Har bir nima ishning o'zining nima zikr ahlidan degani shu ahli ilmlardan so'rashligimiz kerak ekan. Har kim o'zicha har xil fikrlarni qilmaslik kerak ekan. Ya'ni oxirida duo qilamizki, Alloh taolo bizni kechirsin, mag'firat qilsin. Alloh taologa hamd aytamizki, vahiysini bizga tushirdi. Shu vahiysidan uzoqlashtirmasin. Ko'p guruhlar borki, mana shu vahiydan uzoqlashdi. Qur'on sunnadan uzoqlashib bir kalom ilmi degan bir zaharni qo'shdi bular. Bir kalom ilmi degan bir zaharni qo'shdilar. Ana shuni Alloh taolo haqida ko'p guruhlar adashib ketdi.
xoh Ali Jahmi deysizmi, xoh Mu'tazili deysizmi, xoh sifoti deysizmi, adashib Alloh haqida har xil gaplarda aytib ketdi keyin bu yoqda. Biz shu Qur'on va sunnatdan uzoqlashishimiz kerak ekan. Qur'on va sunnatni haligi sahobalarning ko'zoynagiman, ya'ni ko'zoynagiman qarab tushunishimiz, ya'ni fahmi. Sahobalar va tobiinlarning fahmiman biz Qur'on va sunnatni tushunsak, hech qachon adashmaymiz. Agar shundan adashsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi aytdi, ya'ni taraktuk fikum amrayn. Men senga ikki narsani taylab ketaman. Agar shuni ushlasanglar, sen adashmaysanlar dedi. Buni qattiq ushlangar degan. Alloh taolo haqda haqdek ko'rsatsin, unga ergashishlikni nasib etsin, botilni botilday ko'rsatsin, undan uzoqlashtirishni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk.